Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, bugun biz sizlar bilan gorizontga burchak ostida otilgan jism harakatini 2D'dagi animatsiyasini dasturlaymiz, Xudo xohlasa. Uni ko'rish quyidagicha bo'ladi. Xo'p, buni qilish uchun biz nima qilamiz? Ko'rib turibsiz, odatda biz grafiklarni qanday chizgan bo'lsak, bu animatsiya ham xuddi shu grafik ko'rinishda tasvirlanyapti. Biz faqat nima qilamiz? Ana shu videolarni o'zi asosiy ishlash prinsipi bor-ku, rasmlarni yig'ib chiqish. Xuddi shundan foydalanamiz. Ya'ni grafiklarda hozir siz bu yerda 100 ta rasmni ko'ryapsiz. 100 ta rasmni ketma-ket o'tkazilgan holatini ko'ryapsiz. Ya'ni shu grafik o'z aslida bizda hop, grafikimiz o'z aslida bizda birinchi mana bu yerdan boshlaydi, keyin bu yerga chizadi, bu yerga chizadi, bu yerga chizadi, chizib va shunday qilib chizib chiqadi. Har bitta 3 vaqtigacha bo'lgan juda kichik vaqt oraliqlari bo'yicha shunaqangi nuqtalar qo'yib chiqadida, shularni hammasini birlashtirib qo'yadi ketma-ket va bizda shularni hammasi bitta bo'lib, keyin video ko'rishda, ya'ni xuddiki harakatlanayotgan jism ko'rinishida biz ko'zimizga ko'rinadi. Endi biz uni har bitta nuqtani qo'yib chiqishimiz kerak. Buni nima yordamida qilishimiz mumkin? Sikllar yordamida qilishimiz mumkin bo'ladi. Hop, keling uni kodini sekin yozishni boshlaymiz. Hop, bizga doimgidek grafik chizish uchun matplotlibni pyplot bölümü kerak bo'ladi. Matplotlib import pyplot, uni plt degan o'zgarishga saqlab olamiz. Keyin numpy'ni chaqirib olamiz va unga np degan nom beramiz. Endi nima qilamiz? Endi bizga burchak kerak. Hop, avval boshlang'ich tezlik kiritaylik. Boshlang'ich tezligimiz keling 20 bo'lsin. Hop, endi necha gradus burchak ostida uchyapti? Masalan, deylik 45 gradus burchak ostida uchyapti. Faqat mana numpy, cosinus, sinus funksiyalari radian qiymat qabul qilgani uchun biz buni radian qiymatga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun 45 ko'paytirilgan np taqsim np.p taqsim 180 qilamiz. Ya'ni endi bizning burchagimiz radianga o'tdi. Hop, endi nima qilamiz? Endi biz t3 vaqtini aniqlashimiz kerak. Ya'ni mana bu qayergacha uchishini aniqlashimiz kerak. Agar qayergacha uchishini o'zimiz aniqlamasak, grafikingiz bu yerga kelib to'xtab qolishi mumkin yoki bu yoqda bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz aniq shu bo'layotgan jarayon grafikda to'liq ko'rinib turishi uchun t3 vaqtini aniqlashimiz kerak. Umuman jarayonni modellashtirish uchun t3 vaqtini formulasi 2v0 sinus alfa taqsim j edi, to'g'rimi? 2 v0 bo'lganda ham v0 va oqib qo'ydim. v0 ko'paytirilgan sinus np nuqta sinus alfa taqsim j 9,81 kiritib ko'ramiz. 81 kiritib turamiz. t3 vaqtini ham aniqladik. Endi biz ana shu t3 vaqtigacha bo'lgan vaqtni oralig'ini 100 ta bo'lakka bo'laylik va uni dt deb belgilaylik. dt teng deylik t3 taqsim 100 deb turamiz. t3 taqsim 100. Va biz har bitta ana shu oraliq uchun hozir mana bu har bitta vaqtni oralig'i uchun biz nima qilamiz? Ana shu x, y koordinatalarini hisoblab chiqamiz. Avval keling sizga shu vaqtni ko'rsatay. Print qilay. T u bilan dt ni ko'rsataman. Umumiy uchish vaqtimiz mana 2,88 sekund ko'rsatyapti. Adashmadim. Va uni oralig'ini 100 dan 2 sekund ko'rsatyapti. Og'aynilar, radian qiymatda qabul qilish uchun pi taqsim 180 ga ko'paytirish kerak. Bo'ldi, shunday. Endi nima qilamiz? Qani ketdik. Biz uni boshda ko'rayotgan buni rasmni ko'rgan bo'lsanglar videoni, mana shu joygacha grafiklarini ko'kda, nuqtani o'zini qizilda qilib ko'rsatyapti. Demak, biz ham nima qilishimiz kerak? Shu joygacha bo'lgan grafikni chizishimiz kerak.
u degani shu joygacha bo'lgan x bilan y ni alohida ro'yxatga saqlab ketishimiz kerak degani. Shuning uchun biz x trayektoriya deylik. X trayektoriya degan bitta ro'yxat ochib olamiz va y trayektoriya degan bitta ro'yxat ochib olamiz. Va ana shu ro'yxatga har bitta dt vaqt o'tgandan keyingi koordinatani qiymatlarini yozib boramiz. Har bittasinikini topish uchun nima qilamiz? Biz har bittasinikini topish uchun sikldan foydalanamiz. For deymiz. For yo'q. Hozir bu yerda while'dan foydalanganimiz qulayroq bo'lar ekan. While'dan foydalanganimiz qulayroq bo'ladi. Shuning uchun boshlang'ich vaqt momentini biz 0 deb kiritamiz. Boshlang'ich vaqt momentini 0 deb kiritganimizdan keyin endi shart qo'yamiz. While toki bizning vaqtimiz kichkina yoki teng bo'lsa t o'tish vaqtidan, qachonki t o'tish vaqtidan kichkina bor bo'lsa, demak bizda harakat mavjud bo'ladi degan, to'g'rimi? T o'tish vaqtidan kichkina bo'ldi, demak endi biz nima qilamiz? Demak endi biz x va y ni hisoblaymiz. X imiz nima bo'ladi? X teng bo'ladi v0 ko'paytirilgan kosinus alfa nima bo'ladi? Ko'paytirilgan t bo'ladi. Y imiz bo'lsa y teng v0 ko'paytirilgan sinus np'si bor. np nuqta sinus alfa sinus alfa t minus 981 ko'paytirilgan t kvadrati bo'lingan 2. To'g'rimi? Endi biz birinchi vaqt momentidagi x va y ni topib oldik. Uni endi biz nima qilishimiz kerak? X trayektoriya va y trayektoriyaga qo'shishimiz kerak bu koordinatani qiymatlarini. Append nuqta x mana bu trayektoriyani qiymatlariga x ni qo'shamiz, y ni qo'shamiz. Va endi biz mana bu vaqtga dt ni qo'shib qo'yishimiz kerak, chunki keyingi vaqtni ham hisoblashimiz kerak. T teng bo'ladi t plus dt. Yoki bu ekvivalent bo'ladi t plus teng dt. Shuni o'rniga buni yozsam bo'ladi. Ana biz x va y ni ro'yxatini saqlab oldik endi. Keling shuni chiqarib ko'raylik avval. Print x da va print y da. Bitta ishga tushirsak, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, x va y larni koordinata bo'yicha qiymatlarini mana shunaqa qilib chiqarib berdi. Mana 0 dan boshlayapti, keyin mana oshib boryapti-da, mana x niki oshib boryapti. Y nikini ko'radigan bo'lsanglar, mana oshib turib, mana yana sekin qaytib 0 ga tushyapti. Demak, biz to'g'ri ketyapmiz ekan. Xo'p. Endi biz buni animatsiyasini qilishimiz uchun har bitta koordinatani grafikini chizib borishimizga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Grafikni chizishni boshlaymiz. Nima qilamiz? built-in.feature deb grafikni ochib olamiz, grafik paydo qilib olamiz. Endi birinchi mana bu yo'lini rasmini chizaylik. Yo'lini rasmini chizish uchun nima qilamiz? Plot x da qilamiz. X da va y da. X dan y daga bog'lanishi va buni rangi mana ko'k bo'lsin. Line style'ini bunday qilib nuqta qilib qo'ysak ham bo'ladi, o'rin almashgan bo'lishi mumkin, aniqasi yo'q. Shunday. Endi mana bu nuqtani, mana bu jismni o'zini nuqta ko'rinishida belgiladik. Nuqtani grafikini chizishimiz uchun biz scatter degan funksiyadan foydalanamiz. built-in.scatter. Uni koordinatasi bo'lsa x va y bo'ladi. Chunki oxirgi hisoblangan koordinatamiz bu x, y va jismnikini ham koordinatasi shu x, y bo'ladi va uni rangini biz red deb, qizil deb turamiz. Va endi buni chiqarib ko'ramiz. Chiqaramiz buni. built-in.show deymiz. Ishga tushirib ko'rsak, mana qarasanglar, jism uchyapti-da, mana bunday qilib ko'tarib tushyapti, faqat oralig'i o'zgarib qolyapti. Oralig'i doim turmayapti-da, qiymat ortgan sari keyin grafik ham kengayib ketyapti. Buni oldini olish uchun built-in.xlimit degan narsa bor. X limitni 0 dan deylik nechagacha bo'ldi? 42 gacha qo'yib qo'yamiz. 42 gacha.
plt.y limit deymizda 0 dan necha bo'ldi? 12 qilib qo'yamiz mana. 0 dan 12 gacha qilib qo'ysak, endi buni oralig'i o'zgarmaydi. Doim grafikimiz 0 dan 42 gacha, 0 dan 12 gacha bo'lib turadi. Bitta chizsak, mana ketdi. Endi o'zgarmayapti. Bitta joyda turibdi. Buni 11 qilib qo'ysak ham bo'lar ekan. Endi biz grafikka nom beraylik bu yoqda. built-in.title deb turib nom bersak bo'ladi. Gorizontga burchak ostida otilgan jism va endi built-in.x label, ya'ni mana x o'qiga yozib qo'yamiz. X degan va y o'qiga yozib qo'yamiz. Y degan. Hop, ishga tushirsak, mana uchib ketyapti-da, mana sekin tushyapti. Endi hop, hammasi yaxshi bo'ldi. Biz animatsiyani qilib oldik. Bizda sessiyada yoki imtihonlarda so'raladigan narsa shuni o'zi bo'ladi, xolos. Buni hozir bu yerda ko'pgina rasm chizib tashlayapti, agar ko'rayotgan bo'lsanglar. Ya'ni har bittasini chizib chiqyapti bu yerda rasmlarni. Uni alohida oynaga ochilib, bitta videoga ko'rinishda chiqishi uchun biz mana bu kodni konsolda yozishimiz kerak bo'ladi. Foiz matplotlib deb turib tk yoki qt. Shu kodni kiritgandan keyin bitta ishga tushirib qo'ysak, shuni konsolda va buni ishga tushirsak, bizda shunaqangi rasmlar chiqib ketadi. Ya'ni endi bu konsolda emas, ko'rayotgan bo'lsanglar alohida rasm bo'lib bu yoqda chiqib ketyapti. Mana. Endi buni oldini olish uchun ham nima qilish kerak? Buni oldini olish uchun biz hozir buni oldini olish. Xo'p, demak buni tuzatish uchun nima qilamiz? Bizda juda ham ko'p rasmlar chiqib ketyapti. Bu degani bu kodimiz har safar yangi grafik chizyapti. Har safar yangi grafik chizyapti-da, eskisini o'chirmayapti. Eskisini o'chirish uchun nima qilish kerak? Eskisini o'chirish uchun biz siklni boshida plt.self deb degan kodni yozadigan bo'lsak, bu o'zidan avvalgi grafikni o'chirib tashlaydi. Va mana bu plt.feature ga qaraydigan bo'lsak, har safar bu feature nima degani? Shakl degani va har safar har bitta data uchun yangi shakl ochib chiqyapti-da, bizga ko'rsatib o'ryapti hammasini. Shuning uchun bizga bitta shakl yetadi. Biz buni olib tashlasak ham bo'ladi o'z aslida. plt.feature ni tepaga yozib qo'yamiz, ya'ni sikldan tashqariga. Bizga bitta shakl kerak, xolos. Va nima bo'lyapti? Agar buni ham ishga tushiradigan bo'lsak, hozir nima bo'ladi? Birdaniga chiqib qoldi mana. Bitta rasm birdaniga chiqib qoldi. Nimaga? Endi buni oralig'idagi vaqt yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni hammasini birdaniga chizib qo'ydi. Ya'ni bu tup etib bu yoqqa kelib qoldi. O'z aslida bu yerdan yurib keldi. Orasidagi vaqt juda ham kichkina bo'lgani uchun bizga ko'rinmadi. Shu orasidagi vaqt ko'rinish uchun biz plt.pause degan funksiyani kiritamiz va uni oralig'ini 0,1 deb kiritib qo'yamiz. 100 dan 1 qilsak u ham ko'rinmay qolar ekan, juda kichkina bo'lib. 0,1 qilsak mana F5 desak, mana quyidagi narsa bizga ko'rinyapti. Ya'ni biz mana shu burchak ostida turgan ismni harakatini modellashtirdik desak ham bo'ladi. Vaqti sal yetmay qolgani uchun menimcha oxiriga yetmadi. Endi bu programmaning o'zini xatolari bor. Dtani hisobiga tu plus dt qilib qo'ysak ham bo'ladi. Shu yerga bitta ishga tushirsak oxiriga yetib qolar balki. Shunaqa qilib biz mana shu kodlarni yozib animatsiyasini dasturlashimiz mumkin bo'ladi. Oxiriga yetmay qolgani uchun dasturda xatoligi hisobiga data qo'shib qo'ydik vaqtga. Endi men agar ko'rgan bo'lsanglar kanalga GIF ko'rinishda tashladim mana. GIF ko'rinishda ketgan. Bizda nima deydi? Animatsiyamizni GIF ko'rinishda saqlasak bo'ladi. GIF ko'rinishda saqlashni men to'g'risi hozir video darslarda cho'zilib ketdi. Tushuntirishga vaqt ko'p ketib qoladi. Shuning uchun uni kodini tashlab beraman. O'zingizlar bemalol ko'rib, tushunib foydalansanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Ha, aytgancha, mabodo agar
fakultetdagi kompyuterlarda ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa plt.ion va plt.iof degan kodlarni ham yozib qo'yish kerak bo'ladi. Bu nimaga? Bu kod, ya'ni bu animatsiya boshlandi, animatsiya tugadi degan ma'nolar bildiradi. Ya'ni shu funksiyalarni ham yozib qo'yish tavsiya etiladi. Shu natija bir xil chiqaveradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr salomat bo'ling. Ushbu video Turkiston Science kanali uchun maxsus Muhammad Sodiq Shamsuddinov tomonidan tayyorlandi.